birpas shu yerda tur, to'xtab tur, birpas turib tur. To'xtab tur shu yerda. Voy, timmi ergashib yuradi bor. Tilak bosib qo'y. Sen ergashib yurguningcha men hozir zo'r narsalarni ko'rsataman. Mashinami birinchi? Bo'ldi. Qarang, hoji aka, bu chamadon sumkalarning eng zodagonchasi. Bularni olishga ham pulingiz yetadi. Hozir narxini aytaman. Undan oldin takoy ro'zg'orbob deydi-yu. Mana bu bizilmaydigan, sinmaydiganini necha pul bo'ylaysiz shu? 150 ming so'mdan. Mana ham sal kattarog'i 200 ming so'm, va kattasi 250 ming so'm. So'mda tasavvur qiling, ro'zg'orbob degan chamadonlar aynan shu bo'ladi. Haligacha safarga chiqqanda borku, chirab esirib ketganlarni tutib yuribsiz-ku. Mana shundan olib, hamma yaqinlaringizga sovg'a qilib tashlasangiz ham bo'ladi. Bunaqa narxlar faqat chamadon Fadida. Bilasizlar, filiallari juda ko'p, profilini qoldiraman. Telefon aloqaga chiqib bosib olsangiz bo'ladi. Ana mana bu rostakazim zodagonchasi. Shu ham 8 ming so'm turar ekan. Buni qarang, mana g'ildiraklar ham umuman boshqacha. Mana ruchkalarni ham ko'ryapsizmi? Tako, ya'ni milliarderlar tutib yuradigan hassa bor-ku, o'sha ruchkasiga o'xshab ketar ekan. Undan tashqari, mana ham kattasi 1 million 600 ming o'rtanchasi va kattasi 1 million 700 ming. Va buni video dizayni vobshe boshqacha. Men bu yerdaman. Profilini qoldiraman. Bitta like bosib qo'ying. Mana shunaqa ergashib yuradiganini ko'rganmisiz? Buni pulti bor. Har rejimga qo'yasiz. Yuraverasiz chamadon o'zingiz orqangizdan yuraveradi.